Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. Men tuman hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari To'rayev Muhiddim 2025-yil yanvar-dekabr oylarida bajarilgan qurilish montaj ishlari bo'yicha hisobot beraman. 2025-yilning yanvar-dekabr oylarida Yangiobod tumani qurilish pudrat ishlari qariyb 32,100 milliard so'mni tashkil qilib, 24-yilga nisbatan 11% yuqori ko'rsatkich qayd etildi. Transport xarajatlari xizmati 1708 milliard so'mga yetkazildi. Qolaversa davlat dasturlari doirasida tuman hududida 4,5 milliard so'm mablag'lar evaziga bitta maktabgacha ta'lim muassasasi qurishlari amalga oshirildi. Avtomobil hamda ichki yo'llar ta'mirlash bo'yicha yo'l xo'jaligi sohasida jami 3 milliard so'm mablag'lar evaziga 11,8 kilometr avtomobil yo'llari ta'mirlandi. 4 milliard so'm mablag'lar evaziga 19 kilometr ichki yo'llarda shag'allashtirish hamda asfalt qoplama bilan ta'mirlashlar amalga oshirildi. Elektr hamda gaz ta'minoti bo'yicha 2025-yilda 54 kilometr 1004 kilovatli havo tarmoqlari, 23 dona 1004 kilovat transformator punktlari hamda joriy ta'mirlash rejasiga ko'ra 135 1004 kilovatli havo tarmoqlari, 39 dona 1004 kilovatli transformator punktlari ta'mirlash rejasi kiritilgan bo'lib, reja asosida 23 dona transformator punkti, 54 kilometr 1004 havo tarmoqlari mukammal hamda 36 dona transformator punkti, 122,6 kilometr 1004 kilovat havo tarmog'i joriy ta'mirlandi. 163 dona 1004 kilovat transformator punktlari teplovizor ko'rigidan o'tkazilib, aniqlangan kamchiliklar bartaraf etildi. 39 dona transformatorda faza yuklamalari tenglashtirildi. 54 dona elektr uzatish tarmoqlarida uzilgan joylarni ya'ni skrutkaga yiqatilib, yangisiga almashtirildi. 375,6 kilometr masofada tarmoqlar daraxt shoxlaridan tozalandi. Tumandagi ikkita mahallalarda 2,1 milliard mablag' evaziga 16 kilometr elektr uzatish tarmoqlari, ya'ni sip kabellar, 350 dona simyog'och beton ustunlari almashtirildi. 5 ta transformator punkti yangidan o'rnatildi. Tumanning ikkita mahallasida yashovchi 160 ga yaqin aholi xonadonlarning elektr ta'minoti ta'minlangan darajasi yaxshilandi. Tabiiy gaz ta'minoti bo'yicha tuman gaz ta'minoti korxonasi balansidagi 6 dona gaz taqsimlash punkti mukammal ta'mirlanib, 85 dona gaz taqsimlash punktlari texnik tavsifdan o'tkazilib, 12,7 km uzunlikdagi gaz quvurlari havo bosimi ostida zichdlikka tekshirilib, 117,5 km masofadagi yer osti va gaz quvurlari maxsus pribor yordamida gaz sizib chiqish holati tekshirildi. Hamda 12,5 km uzunlikdagi gaz quvurlari bo'yoqlandi. Bundan tashqari 4,5 km polietilen gaz quvurlari temir po'lat gaz quvurlariga almashtirildi. Aholini tabiiy gaz bilan bir maromda ta'minlash maqsadida 8 dona yuqori bosimli gaz taqsimlash punktlari o'rnatildi. Tashabbusli byudjet dasturi bo'yicha byudjet dasturi doirasida 2,7 milliard so'm mablag' evaziga ikkita usti yopiq turdagi sport maydonchasi qurib bitirib foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari Yangiobod Shifiy 3,1 kilometr, Xo'jamishkent Xifiy hududlarida 6 km ichki yo'llar jami 4,2 milliard so'm mablag'lar evaziga asfaltlashtirib foydalanishga topshirildi. Shodlik Mifiy hududida 1,3 milliard so'm mablag' evaziga 4,5 kilometr hamda 185 dona ko'cha chiroqlari o'rnatildi va foydalanishga topshirildi. Kambag'allikdan farovonlik sari hayot dasturi doirasida Balandchaqir Mifiy hududida aholi tarmoqlarga suv yetkazib berish maqsadida 6 ta quduq, artezan quduqlar qazib foydalanishga topshirildi. Ushbu dastur doirasida Havotoq Xifiy hududida 4 kilometr suv tarmoqlari tortilib, aholiga tomorqani sug'orish bo'yicha foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari 950 million so'm mablag'lar evaziga uzoq yillardan beri yaroqsiz holga kelgan madaniyat binosi to'liq ta'mirdan chiqarilib, xalqimizga chiroyli bino qilib topshirildi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida tuman hududlarida jami 980 mingga yaqin har xil turdagi mevali hamda manzarali daraxt va butalar ko'chatlar ekildi. Tumanning Sarmish mahallasida 1 gektar yer maydonida hokimlik bog'i tashkil qilindi. Tumanimizda olib borayotgan qurilish va bunyodkorlik ishlari aholi turmush darajasini oshirish, infratuzilmani yanada rivojlantirish hamda hududning zamonaviy qiyofasini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Qurilayotgan ijtimoiy obyektlar, ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalari, yo'l transport va muhandislik kommunikatsiyalari aholi uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.
Shu bilan birga amalda oshirilayotgan ishlar davlat dasturlari va hududiy rivojlanish rejalari asosida bosqichma-bosqich ijro etilmoqda. Kelgusida ham qurilish sifatini oshirish, muddatlarga qat'iy rioya etish, sifatli topshirish, mablag'lardan samarali foydalanish, alohida e'tibor qarash muhim hisoblanadi. Umuman olganda tuman miqyosida tumanda bunyodkorlik ishlari barqaror va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga, aholining ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi. Qisqacha ma'ruzam shu. E'tiboringiz uchun rahmat.